Assalomu alaykum hammaga. Qushlar yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Mana bu qushlarimizga salat qilib berdik. Xudo xolasa vitaminga boy salatlarimiz. Ularning ichida qizil lavlagi bor, olma bor, bodring bor. Keyin qaynatilgan tuxum, ukrop bor. Qaynatilgan tuxum po'stlog'ini ham maydalab ichiga qo'shib yuborganmiz. Yozgi kunida, issiq kunlarda yaxshi, foydali, vitaminga boy salatlarimiz bo'ladi. Xudo xohlasa salatlarimizni qo'yib qo'ydi. Xo'p, yana bundan tashqari yana har xil donlarimiz bor. 3-4 xil. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yong'oq, bodom, pista shunaqa aralashmasi. Buni maydalab beramiz o'zimiz. Keyin xo'sh, norchi kokilar uchun anaqa agarotdan loy olib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Buning ichida o'ziga yarasha ozuqasi bor, o'ziga yarasha vitamini bor, o'shalarni terib yeydi. Bu asosan 1 kun turadi, o'sha qurib qolishigacha turadi. Bunisi oddiy o'zini uzoq magazinlarda sotadigan aralashma toshlari, bunisi o'zimiz oddiy agarotdagi loy. Bu Xudo xolasa foydali bo'ladi degan umiddamiz. Har doim qo'yib kelamiz. Yaxshi, qushlar o'ziga kerakligini olib yeyishyapti. Xudoga shukr, yaxshi. Aytgandek, yana bir narsa, yoz kunlarda qushlar isib ketadi. Buning uchun biz bunaqa laganlarda suv qo'yib qo'yganmiz. Bu qushlarning hammasi ham cho'milavermaydi, kamdan kam cho'miladi. Issiq obed mahali, kechki payt anaqa suvda suv sepib ichiga yaxlatib qo'yamiz qushlarimizni. Qushlarga foydali bu. Muzdekni isinmasdan chiroyli yuradi. Shu narsani ham sizlar qilsanglar, sizlarga ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Cho'miladigan o'zi laganga tushib cho'miladi. Cho'milmaydigan anaqa suvlarda ichiga yaxlatib qo'yamiz ketganimizda. Bo'ladi. Qushlar o'zi sekin boshladi. Tetiklashib, yaxtay bo'lib, mazza kechgacha yuradi. Buni 1 kunda 2 mahal, 1 mahal qilsanglar bo'ladi. Xo'p, issiq kunlarda suvni 3 mahal yoki 2 mahal aralashtirgan yaxshi. Misol uchun ertalab, kechqurun, obedda. To'g'ri qilib aytganda, ertalab, obedda, kechqurun 3 mahal aralashtirib tursak, yaxshi bo'ladi. Yo'q, yoz kunida har xil vitaminlar qo'yish kerak. Yaxshi bo'ladi. Mana sizlar, bu kanareykamizga ham salatini berdik, suvlarni almashtirdik. Xudo xolasa donlari bor, yaxshi. Xo'p, qadrdonlar, bu tarafda ham 2 jup kanareykamiz bor. Krasniy jerevo bilan limon. Bular endi xudo xolasa tuxumga harakat qilishyapti. Bularda ham обычный asal. Xo'p, yong'oq, bodom, pista, yong'oq hammasi maydalangan. Bu o'zini dorisi, vitaminlari. Bu yoqda ekanmiz, bodobchi chiqqan. Xudo xolasa 2 yirik bolalari bor, katta bo'lib qoldi. Kletkada bundan xuddi shunaqa yong'oq aralashmasi, o'zining 2 xil aralashmasi, cho'milishiga suv. Bu yoqda yana asal, bu yoqda ham asal. Ularda ham bor, xudo xolasa hozir qo'yib qo'yamiz. Bunaqa baseynchalar bor. Iloji bo'lsa shunaqasidan qo'yib qo'ysanglar yaxshiroq, xavfsizroq. Xo'p, bularga hozir salatlarimizni beramiz, suvlarni almashtiramiz. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, bizda keyin bunaqa korolevskiy hammagamiz bor. Jullari uzun, chiroyli, paxmoqqina, yumshoqqina. Bundan 1 jup edi, ikkinchisi qochib ketibdi. Eshik yaxshi yopmabman. Ko'chaga chiqib ketganimda qaytib kelsam yo'q. Buni agarotning ichidan topdik, ikkinchisini topa olmadik. Bunga ham ozgincha salat beramiz. Bu ham yeydi. Bunga ham foydali, chunki ichida ozuqaviy moddalari bor, vitaminlari bor. Yeydi. Qo'lga urgab turgan uchun tishlamaydi. Boshqa narsa qilmaydi, qochmaydi.
Kletkalarimiz 2 qavatlik. Ajoyib. Keyin yana bizada toshbaqamiz ham bor. Ko'rmayotgan bo'lsa, kichikroq ana. Unga bermaymiz, u o'zi vitaminlarning ichida yuradi. Огород ichida yuradi, hammasi yaxshi. Ular shunaqa azizlar. Sizlarga ham yaxshi kayfiyat, yaxshi kun tilab qolaman. Joningiz sog' bo'lsin.